Agar sen 90 kun davomida har kuni 100 tadan anjumaniya qilsang, oldin umuman tanib bo'lmaydigan darajaga kelasan. Jiddiy aytyapman. Agar sen 85-kun nima bo'lganini bilganingda edi, hattoki lift yoki ostanovka bo'lganda ham anjumaniya qilarding. Birinchi 30 kun bu qizish, seni ruhan tayyorlaydigan narsa. Ko'kraklaring bo'rtadi, yelkalari keskinlashadi, trisepslaring ham paydo bo'ladi. 45-kunga kelib sendagi press shunday bo'ladiki, kimdir senga urib qolsa, sinadigan sen emas, balki uning qo'li bo'ladi. Chunki har bir anjumaniya bu shunchaki pasayish va ko'tarilish emas. Bu mashqni qilganingda 200 ta mushaklaring ishlaydi. 60-kunga kelib haqiqiy go'sht davri paydo bo'ladi. Testosteroning ko'tariladi. Ertalab uyg'onsang, tomirlaringda energiya oqayotgandek bo'ladi. Ortiqcha yog'laring yoqiladi. 75-kunga kelib endi sen odam emassan, sen shkopsan. Tanang rostdan ham qattiqlashadi. Eshikni qo'l bilan emas, balki ko'z bilan ochasan. Ammo lekin 85-kunga kelib haqiqiy mutatsiya sodir bo'ladi. Sen kuch chegarasidan o'tasan. 100 ta anjumanni to'xtamasdan bajarasan. Xuddi armiyada tug'ilganday. Mushak tolalarining juda ham qattiqlashadi. Metabolizm esa sutkani 24 soatida ishlaydi. Va nihoyat oxirgi 90-kun keladi. Sen shunchaki kuchli emassan. Senda yangi tizim, yangi dastur va yangi tana bor. Agar buni challenge sifatida qilmoqchi bo'lsang, bizga qo'shil va buni birga olib boramiz.